Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 7-aprel sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Sherzodjonning xonadoniga keldik, qo'rasiga keldik akalar. Bugungi video nihoyatda foydali udar video bo'ladi akalar. Qunduzday qop-qora oyoq qo'llari cho'ziq simjullaridan akalar bo'yni uzunlaridan. Qo'zilarning nihoyatda chiroylilari kelib qopti akalar. Endi qo'zi qidirib yurgan aka-ukalarimizga mana endi qo'zilarni udarlari, superlari, sharalari akalar. Mana bir tomosha qilaylik qani qo'zilarga. Har bitta yurtdoshlarimizga shunday qo'zilar nasib qilsin akalar. Hozir Sherzod ukamiz bilan birgalikda mana shu yerda necha bosh qo'zi bor, bularning narx-navosi qanday, hamma ma'lumotlarni aytamiz. Har bitta yurtdoshlarimizga mana bunday kashtanlaridan, zo'rlaridan nasib qilsin akalar. Bo'lmasa biz Sherzodjon ukamiz bilan ma'lumotlarni aytishni boshladik akalar. Assalomu alaykum Sherzodjon. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'ligingiz zo'rmi? Xudoga shukr Rahmat aka. Qo'zilarning nihoyatda chiroylilari-ku, zo'rlari-ku, ha? Udarlari keldi aka, sifat elitalari keldi aka. Oyoq qo'li cho'ziq-cho'ziq-ku, ha? Dummalari ham tikka dumma, o'yna dumma ekan, ha? Chista hisor elitalardan keldi aka. Havasmand qo'z keldi. Obshi necha bosh qo'zi bor ukajon? Burada aka obshi 75 bosh qo'zimiz bor aka. 75 bosh qo'zi bor. Bir qo'ra, quloqlari butun. Ha. Chiroyli krasota qo'zlar kelishdi. Hali inam solinmagan quloq butun ekan hammasini. Hammasi quloq butun. Menga qarang, obshi necha bosh dedingiz? 75 bosh aka. 75 bosh. Qanchasi urg'ach, qanchasi endi qo'chqor. Aka aniq bilmayman, lekin qo'chqori ko'proq. Qo'chqori ko'proq. Ha. Menga qarang, bularda endi menga qarang. Necha oylikdan necha oylikgacha qo'zilar ukajon? Aka bu 3 oylikdan aka. 2 oylikgacha qo'zi aka. Bir tekis tushgan qo'zi aka. 2 oylikdan 3 oylikgacha bir xil ekanda hammasi. Hammasi bir tekis bir xil ekanda. Shunday aka. Menga qarang, bular bahosini chiroyli qilib ayting ham. Aka bugun boki narx sinadi aka. Narx sindiramiz. Yengil baho qo'yamiz aka. Yengil qo'yasizmi? Bozordan arzon bo'ladi. Javob bozordan arzon bo'ladi aka. Bitta chiroyli baho ayting. Bahoni aytganingizda aka otangga rahmat desin. Aka bitta gap aka. Bozor ko'ryapmiz, YouTube olamini ham nimalarni ko'ryapmiz. Vodiynikini ham, Surxondaryonikini ko'ryapmiz aka. 2,5 bilan 26, 2 million. Aka baland qo'ymaymiz aka. 2 million so'mdan aka. 2 milliondan? Bir qo'lga 75 yoshim bera boramiz aka. 2 milliondan. 2 million so'mdan aka. Menga qarang Sherzodjon. Labay aka. Shularni sal qo'rani hayri, molni hayri o'zimizni barakamiz siylab bermaysizmi ukajon? Aka Qashqadaryocha narx bo'ldi aka bu. Yo'q, bilyapman, lekin qo'zining narxini normalni qo'yyapsiz-da, endi baribir ham endi bari obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga siylab bering ukajon. Yana nima siylay aka? Xayr barakasi bilan berdim. Menga qarang, shuni bir siylab bering, chiroyli qilib. Shu siylab berganingizda ham rahmat, mana shunchalik siylab berishyapti. Rahmat aytsin sizga, boku. Aka, Botir aka, mana o'zingiz ayting, men bozorda bunday qo'zini 22, 21, 2 million 300 deb turibdi. Kam ham sotayotgan aka. 2 million dedi, mayli xayriga o'tib, nima o'tay aka? O'zingiz birini o'tib bering, so'raymi yo sizdan? Siz so'rang mayli. Menga qarang, shularni 1 million 8 dan qilaylik. Ya aka, o'ldirib yubordingiz aka. Bermaydi aka. 1 million 800 million qo'zini qarang, krasota sifatini qarang aka. Menga qarang, qancha siylab berasiz? Ayting, qancha siylab berasiz? 2 milliondan, 2 million so'mdan aka 50 ming siylab beraman bo'ldi aka. Xayriga aka 10 ming 20 ming dedim. 50 ming so'mdan bo'ldi, 75 qo'ziga aka 3,5 million siyladim aka. Ha, 50 ming. Menga qarang, mayli, shu sizniki ham emas, meniki ham emas. Men ham qochirmayman, mayli. Shu o'sha 50 ni 100 qilaylik. Ukajon. 50 kam demak. Shu narxini ketadi, Yo'q, kamini Xudo to'ldirsin. Uka, shu 50 ni 100 qilaylik ukajon. Botir aka, obunachilarimizga, sizning hurmatingizga aka, labs qildik, bozordan arzon qilamiz deb aka. 1 million 900 mingdan berdim aka. Bir qo'lga aka. Hurmatingizga. Dastavkalar qanday bo'ladi? Dastlabki o'zlari ochsin aka. Yo'lida qilaylik ukajon, xalqimiz, yurtdoshlarimiz yo'lida qilaylik. Yo'lida qilib bir yengil yarataylik ukajon. Dastlabkasi ham aka 50 mingdan kam bo'lib ketmayapti. Menga qarang ukajon, yo'lini qilaylik shuni, iltimos sizdan. Aka bo'ldi. Xalqimiz uchun. Xalqimiz uchun aka duo qilishadi, bo'ldi aka. Baraka topishsa, Samarqandga chiqib beralaman. Yaqini kelishtiram. Boring Toshkentga chiqib beraman. Toshkentgacha dastlab. Toshkentgacha aka. Mashalloh. Akalar, endi shoshilinglar. Mana qo'zilarning udonlari haqiqiy o'sadiganlar akalar. Mana qo'ziga bir e'tibor beringlar. Krasota. Mana akalar, mana Sherzodjonga pastda nomerlariga srochna aloqaga chiqib, mana shu qo'zilarni egalik qilib olinglar akalar. Yaxshi narsani xaridori ko'p bo'ladi akalar. Srochna aloqaga chiqib egalik qilib olinglar akalar. 1 million 900 ming so'mdan
Toshkentgacha dastavka ekan. Bir qo'lga oladigan akalar uchun aytilyapti. Bittasi aytib qo'yay aka. Egasi aytyapti, qo'chqorini deyapti, $800 olib qo'yganman deyapti. Ha, qo'chqorini. Qo'chqorin 800. Qo'chqor qo'zini o'zi aytib turibdi o'sha qo'chqori zo'rligidan aytib turibdi. O'sha sifat kirasida. O'tasi zo'r bo'lgan. Silliq qo'zi, bari silliq. Mashallah. Do'stlar, mana qo'zilar, qo'zi so'ragan aka-ukalarimizga maxsus ko'rsatyapmiz. Akalar endi shoshilib qolinglar. Mana shu yerda qo'zilarni sotib olaverasizlar akalar. Do'stlar, pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Biz qoldirib ketgan batafsil ma'lumotlarni telefon qilib so'rab, bilib aloqalashib, Sherzod ukamiz bilan maslahatlashib savdosini qilib olaverasizlar. Akalar, do'stlar, biz doim xizmatdamiz. Doim mana shunday bir-biridan chiroyli, bir-biridan foydali, manfaatli videolarni akalar qunduzdek qop-qora qo'zilarni, shikolatlarni muntazam ko'rsatamiz endi. Akalar, manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Sherzodjonning xo'rasiga kelasiz. Do'stlar, mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.